Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalıq doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugün o'qiladigan tema Qo'yning ko'zi. Qo'yning ko'zi. Bala bo'lg'icha onasi momo bo'pti degan bekor gap emas. Voy, bu balani cho'ng qilmoq. Ba'zilar bala boqmoq qanchalik ish? Qo'rsqini to'yg'izib qo'ysang, uxlayveradi yoki o'ynayveradi deb gap sotadi. Shu birodarlar hech bo'lmaganda bir kun ona vazifasini ustiga olsaydi, tilsiz balalarda uchraydigan ba'zi og'riqsizliklar cho'tehi. Masalan, balaning tilini chaynab, og'zidan sho'lgay yiqishini olayli. Rost, bu narisidining jiniga batadigan, uni yig'iltib qoqishtiradigan og'riq emas. Biroq u narisidining og'zidan to'xtamay sho'lgay yiqib, kiyimini helidan-heli yo'tkashga to'g'ri keladi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Uyg'oq vaqtda ana qo'liga yog'liq tutib, bola yenidan turmay o'ltira olamdi. Agar ana bolasining yenida midir-sidir qilmay o'ltirsa, narisidining yo'gaklarini kim yuydi? Uyni kim yig'ishtiradi? Oila a'zolariga kim tamoq etadi? Undaqda balaning tilini chaynab, og'zidan sho'lgay iqishini to'xtatish mumkinmi? Momam rahmeti ana shundoq og'riqqa yo'liqqan narasidilarni ko'tirib kelgan yosh onalarga, mol suyayotganlarning qishig'i berib, qo'y tilining uchini kaskizib, o'ng ko'zini o'ydirib, shu balaning bosh ko'ziga dumiltib, andin ishkinglarning beshiga esib qo'yinglar deb maslahat beradi. Menmu balalarimni tarbiyalaganda bu usulni qo'llandim deb aytolmayman. Ammo nevrilik bo'lganimdan beri bu usul bekmas qatıyotidi. Nevrilarning ko'pinchisi momamning ashu arzimas to'g'risi bilan saqaydi. Buni boshqalarning qo'llanib qo'yganining yomoni yo'qmikin deyman. Mushundaq og'riqqa ba'zilar qo'yning o'ng ko'zi bilan tilining uchini qaynoq suvda chayqab balaga ishkizadi ekan. Mening fikrimcha, yumron organizmlik balani davolaganda unchalik qaramliq qilishning o'rni yo'q. Uningsiz hozir har xil yuqumliq og'riqlar ozmi? Yangi suyulgan qo'yda qandaq og'riqlar bor? Buni hech kim bilmaydi. Shunga birdan-bir usul men yuqorida aytgan momamning davosidir. Chunki uning balaga hech qandaq ziyni yo'q. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizni ko'rishayli. Salomat bo'ling.